surib. Kunligimda suraman-da, endi to'qarat qilganingizdan keyin yuvasiz-ku. Yuvgandan keyin yana surib qo'yaman. Xullas tindirtirmadim-da, 3 kun ichida o'tib ketdi. Tushuntiradimmi? Har kuni demak, xudo xolasa shuni yuvamiz. Undan tashqari parodontoz, parodontit, hozir moda bo'lgan implant qo'yishadi. Tishi implantga yaxshi. Tomoq og'rigan. Tomoq og'rigan dedi, jig'ildoq qaynaganda Coca-Cola ichib o'tirmang. Har xil go'sht qo'shli qozon qo'yib yegandan keyin masa qilib mashina oling, yo choyingizga qo'ying, yo oyingizga sumkada tursin. Shunday soling-da, ichib oling. Issiq choy bilan, suv bilan. Shundoq haligini birinchidan Coca-Cola jigaringizni dabdala qiladi. Ha, bizning zubni pastalarimizni ichganingizdan keyin navrot yana plyuski kerak emas narsalarni taxlab tashlaydi. Hazm. Nega? Hazm qilayotgan payti buni ichida ham 189 xil Paulo spreyi ichida bo'lgan sostavli narsa bor bu yerda. Ana o'shaning hisobiga ham sog'lom sizni ushlab turadi, tushunasizmi? Kerak emas narsalarni ham chiqazdirib yuboradi, kerakini tanangizga singdirib yuboradi. Qarang, endi o'sha narsa bilan birga mabodo gitchalik kirgan bo'lsa, gribok kirgan bo'lsa, infeksiya kirgan bo'lsa, gitchalarni ham zo'r tozalaydi. Kattalarda o'zi bilmaydi. Lekin kichkinalarda biz necha marta ko'rdik, pampersini ichida chiqib kelganim. Mana shu anaqani kompotga solib, oddiy suvga solib, choyga solib, bolalarga berilganda. Kattalarda ham kichkinalarda ham bo'ladi. Gemoroy degan narsa bor. Ayniqsa yoshlarda bo'ladi, to'g'ri nimaga og'ir narsa ish qilganiga gemoroy chiqib ketadi. Ayollarda bo'ladi, tuqqandan keyin gemoroy chiqadi. Gemoroy deganda orqa tarafdan ichovi chiqib ketishi. O'shani ko'pchilik kelgan achib yomon bo'lganda diskomfort bo'lib. Mana bizning mahsulotimiz operatsiyadan nechta odamni qutqardi. Ho erkak bo'lsin, ho ayol bo'lsin. Erkaklarimiz 50-60 yoshdan keyin gemoroy bo'lib qolayotgan, amakilar ham, do'dalar ham bor edi. Xudoga shukr, o'shalarga ham bizning shu ikkita mahsulotimiz, zubni pastalarimiz yordam bergan. Livomikol bilan birgalashib qilgan paytlarimiz ham bo'lgan.